Kasbidan baraka topish uchun inson kasbiga mehr qo'yish kerak. Vafodor bo'lish kerak. Kasbini ulug'lash kerak, hurmatini qilish kerak. Hikmatini kim biladi? Kimnidir rizqini Alloh taolo tijoratda qilib qo'ygan. Kimnikidir sartaroshlikda qilib qo'ygan. Unda qarasangiz sartaroshning ichi juda ham daromadi kamga o'xshaydi, lekin ixlos qilsa yaxshi bo'ladi. O'sha olgan oz puli barakali bo'ladi. O'ziga yuqadi, oilasiga yuqadi, boy badavlat bo'ladi.